Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Videoni boshlashdan oldin iltimos Avtomashina channelga obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Chunki biz siz uchun O'zbekistondagi eng so'nggi va foydali avtomobil yangiliklarini yetkazamiz. Bugungi videoda yangi 2026 Chevrolet Labo O'zbekistonda eng tejamkor yuk mashinasi bo'la oladimi degan savolga batafsil javob beramiz va uning barcha texnik xususiyatlari hamda imkoniyatlarini muhokama qilamiz. Avtomashina channel sizga nafaqat mashinalarni tanishtiradi, balki ularning real hayotdagi foydasi, biznes uchun qulayligi va xarajatlarni ham tahlil qiladi. 2026 yilgi Chevrolet Labo kichik biznes egalari, savdogarlar va shahar ichida yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar uchun ishlab chiqilgan ixcham va ishonchli yuk mashinasidir. Uning dizayni oddiy va amaliy bo'lib, har bir detal kundalik foydalanishga moslashtirilgan. Old qismi mustahkam panjara va zamonaviy farlar bilan jihozlangan. Bu esa avtomobilga yangilangan ko'rinish beradi. Kichik o'lchamlari tufayli u tor ko'chalarda, bozor atrofida va gavjum shaharlarda bemalol harakatlana oladi. Texnik tomondan qaraganda 2026 Chevrolet Labo tejamkorligi bilan ajralib turadi. U kichik hajmli, ammo samarali benzin dvigateli bilan ta'minlangan bo'lib, yoqilg'i sarfi juda past darajada ushlab turilgan. Bu esa kundalik ishda xarajatlarni sezilarli kamaytiradi. Dvigatel oddiy konstruksiyaga ega bo'lgani sababli xizmat ko'rsatish oson va ehtiyot qismlar arzon hamda O'zbekistonda keng tarqalgan. Mexanik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va yuk bilan ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Yuk ko'tarish imkoniyati Chevrolet Labo'ning asosiy ustunliklaridan biridir. U o'z sinfiga nisbatan yaxshi yuk sigimiga ega bo'lib, kichik do'konlar, qurilish materiallari, meva-sabzavot va boshqa mahsulotlarni tashish uchun juda qulay. Orqa platformasi tekis va mustahkam bo'lib, yukni joylashtirish va tushirish jarayonini yengillashtiradi. Mustahkam rama avtomobilning uzoq muddat xizmati. Bozor nuqtai nazaridan qaraganda, Chevrolet Labo'ning narxi va sifat nisbati juda maqbul. Raqobatchilarga qaraganda u ko'proq ishonch va kamroq xarajat taklif qiladi. Shu sababli u kichik va o'rta biznes uchun xavfsiz investitsiya hisoblanadi. Kundalik yetkazib berish, servis xizmatlari va savdo faoliyati uchun bu model o'zini tezda oqlaydi. Uzoq yillik tajribaga ega Daewoo va Chevrolet brendlarining hamkorligi bu mashinaga qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Haydovchilar fikriga ko'ra, Chevrolet Labo'ning boshqaruvi juda oson va moslashuvchan. Yangi boshlovchi haydovchilar ham qisqa vaqt ichida unga ko'nikib ketishadi. Avtomobilning umumiy vazni va o'lchamlari uni iqtisodiy va qulay qiladi. Shu sababli u nafaqat biznesda, balki ba'zi hollarda shaxsiy foydalanish uchun ham tanlanmoqda. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Labo kundalik mehnatni yengillashtiradigan va daromadni oshirishga xizmat qiladigan ishonchli hamkor hisoblanadi. Kelajakda ushbu model uchun turli kuzov variantlari va qo'shimcha aksessuarlar paydo bo'lishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga o'z biznes ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi va bozordagi qiziqishni yanada oshiradi. Bu esa uning mashhurligini oshirib, uzoq muddat davomida talab yuqori bo'lishini ta'minlaydi va foydalanuvchilar ishonchini mustahkamlaydi har doim yanada.